BYD C-Line 7 modeli, aynan bunisi eng maksimal komplektatsiyasi 530 million so'm turadi. Ikkita elektr dvigatel bilan jihozlangan kupe ko'rinishidagi crossover. Juda ham chiroyli avtomobil, 82 kilovatlik batareya, demak 530 ta ot kuchiga ega bo'lgan ikkita elektr dvigatel 0 dan 100 km/soatgacha bor yo'g'i 4,5 sekundda tezlanadi va to'liq zaryad bilan necha kilometr uradi Saidumar? 545 kilometr. 545 kilometrgacha masofa bosib o'ta olar ekan. Juda ham zo'r yengilliklar qo'shilgan. Buni batareyasi железофосфат litiy, ingichka batareya, Blade deb nomlanar ekan. Blade tizimidagi batareyalar ingichka, u yana boshqa batareyalarga agar shikast yetsa u yonib ketadi. Bu shikast yetsa ham yonmaydigan ekan. Undan tashqari bu avtomobillarda, elektromobillarda pechka yoqilsa, ya'ni isitish tizimi yoqilsa, avtomobilning masofasi sal kamayadi, chunki batareyadan ko'proq energiyani ana shu isitishga ketadi. Lekin bu yerda teplovoy nasos, isitish nasosi 2022-yilda Tesla avtomobillari o'ziga o'rnatganda, hozir BYD C-Line 7 ni o'zida, ya'ni bu qo'shimcha to'lov evaziga emas, o'zida shu teplovoy nasos bor va buni yordamida avtomobilni va batareyani isitish uchun ko'p energiya sarf qilmaydi. Ichki qismlari juda ham zo'r. Menga bir yoqqan tarafi o'rindiqlar yuqori sifatli nappa charmi bilan ishlangan ekan. Buni qarang, bu yoqlari ko'rzam bo'lsa kerak. Dizayn yechimlariga gap yo'q. Juda ham zo'r haydovchi uchun yordamchi tizimlar, 360 gradus kamera, adaptiv kruiz kontrol, distroniklarigacha bor. Buni qarang, mashina to'liq panorama. Mashina 530 millionmi Saidumar? 503 million. Ha, 503 million. Uzr. Full pozitsiyasi. Nimalari bor? Shunda trading va nasiya savdo asosida olsa bo'ladi, to'g'rimi? Trading xizmatlarimiz bor. Amazon nasiya orqali yillik 25% ustma haq bilan nasiya qilib olsanglar bo'ladi. Mana mashinaga gap yo'q. Demak, buni gapirsa juda ham ko'p. Men bir marta haydab bu mashina menga juda ham yoqib qoldi. Hozir ko'rib o'tirib qoldim, buni qarang. Juda ham ko'p yordamchi tizimlari bor. O'sha ekstrenniy торможение, ya'ni oldidan qanaqadir to'siq chiqib qoladigan bo'lsa, avtomobil to'xtab qolsa, ekstrenniy mashina to'xtab oladi, yo'l chiziqlarini ushlab ketish funksiyalari, xullas hamma narsasi bor. Menga yoqdi. Demak, to'liq ma'lumot olish uchun Saydumarga murojaat qilsanglar bo'ladi yoki BYD Avtozon yoki BYD Yashnobod filiali. Barchaga rahmat.